Hali uylanmagan 18-20 yoshli bolalar tez bo'shanib qo'yaman deb murojaat qilyapti. Ularga nima maslahat beramiz aka? Shahvat mavzusida juda ham ko'p yoshlarimiz savol berishadi. Endi buning sabablari ko'p. Ya'ni internet deymiz, ochiq-sochiq kiyinish deymiz. Albatta, balog'atga yetgan yoshlarimizni shahvatini qo'zg'atadi va tabiiyki bunaqa savollar ko'payadi. Lekin yoshlarimiz mana shu narsani bilish kerakki, tez bo'shanib qo'yish yosh organizm uchun bu normal holat. Ya'ni ayol organizmiga o'rganmagan, bu tabiiy holat. Tez bo'shanib qo'yishi mumkin. Lekin erta uylangandan keyin sekin-sekin ayol organizmiga o'rganib, bemalol aloqa davomiyligi o'zi xohlagancha davom etadigan darajaga chiqishi mumkin. Lekin yoshlarimiz hozir e'tiborini o'zini shahvatini qondirishga yoki tez bo'shanib qo'yish, uzoq aloqa qilish, jinsiy a'zoni razmeriga e'tibor bermasdan e'tiborini ilm olishga, o'zini ustiga ishlashga, sport bilan shug'ullanib, sog'lom bo'lishga qaratadigan bo'lsa, bu masalalarni hammasini hal qilsa bo'ladi.